Xo'jayin ham keldi. Ularga ham toshib oldim. 2 oydan o'tdi. Hali puldan ham darak yo'q. Bolalarimga go'sht olib keling deb turdi. Shoyat 5-6 kun bo'lsa ham olib ketayin. Kirech oldiga. Xo'jayin ekan. Xo'jayin, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Xo'sh, nima deysan, gapir? Ha, xo'jayin, bilasiz 2 oydan beri qo'limga pul tekkani yo'q. Uyga ro'zg'or qilish kerak, bolalarga narsa olish kerak edi. Shunga ozroq bo'lsa ham, xo'jayin. Menga qara, seni haqqingni ertalabki shamol uchirib ketgan, tushundingmi? Axir men sizdan halol ishlab topgan pulimni so'rayapman. Bilasiz-ku, boshqa joyda ishlamayman, xo'jayin. Ko'p gapirma, yo'qol, buyruqni men beraman. Allohdan qo'rqing, xo'jayin. Mayli, bu dunyoda oyligimni yurmassiz, lekin oxiratda albatta o'g'laman. Hoppa, kim bo'ldi ekan bu? Alo, eshitaman. Anvar Jo'ray bo'lasizmi? Ha, menman. Nima edi? O'g'lingiz avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Nima? O'g'lingiz avtohalokatga uchradi? Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Yo'q!